Si vous en aviez vraiment rien à cirer, que diriez-vous à la télévision? Vous n'avez encore jamais dit. Caméra. Je dirais que nous sommes certainement dans une fausse démocratie et que ce sont les grands groupes financiers internationaux qui nous manipulent, alors qu'ils devraient, au contraire, dénoncer les scandales. Eshigimdagi zarbi safar ko'zimda begona inson masuman isham xunga to'la e'tiroz va jahl oilamga me'yoridan ham ko'p yaxshi momlam birovga peshana devorga kayfiyatim yona xo'rga hech nima yo'q men ham qolgan yolg'iz bo'lsam ham quruq gap muddati uzoqmas gohi chalg'itadi so'm nigoh ko'pini ko'rmadim na suv na suvga u gap so'ralar kugar ertami kech xavf solalar bu gap holatimni har kuni etsam ham suvga uyaman badiiy emas bir kuni tuga ko'raman quyudim allorasdan yo'l yelkam yerga tortilib boshlar umidim balki sabab mani huzurida kamgina ko'rgani bo'l noxush xabarlardan charchagan insonni darmoni pul ko'raman quyudim allorasdan yo'l yelkam yerga tortilib boshlar umidim balki sabab mani huzurida kamgina ko'rgani bo'l noxush xabarlardan charchagan insonni darmoni pul o'zimman men tushunib yetganim buni manam roziman yon atrofim namuna kerak emas unut kerak emas muni har bitta mavzuni endi hamma hamisha birinchidan umuman lishda bo'lsa bu boshim ammo yana nima hal bo'ladi tamom biz o'shdaramman bor g'arazlik biz uchun ammo usta baxt shu bo'sh aydorligi rasmiymas talashmiymi yarashmaydi sababini bilib turmadim har oyda masala oyog'im ololmadim to'la befoyda narsalar adashtirgan yo'lida davom vijdonimni tarsalar ishonch ko'zga ko'rinadi zo'r arzon bu tamsinar ko'raman quyudim allorasdan yo'l yelkam yerga tortilib boshlar umidim balki sabab mani huzurida kamgina ko'rgani bo'l noxush xabarlardan charchagan insonni darmoni pul ko'raman quyudim allorasdan yo'l yelkam yerga tortilib boshlar umidim balki sabab mani huzurida kamgina ko'rgani bo'l noxush xabarlardan charchagan insonni darmoni pul Si par exemple un Adolf Hitler ou un Mussolini était encore en vie, on leur donnerait quand même le droit de s'exprimer. Pensez qu'il serait invité sur TPP, Hitler ou Mussolini? Je pense, oui.